Bu jahon obod hamisha, ter to'kar inson bilan, gullatuvchi yurtini ul pokiza vijdon bilan. Men Mirza Yusupova Jamila Mirzahabibovna Mahalla Mirzoyon oilaviy shifokorlik punkti mudirasiman. Shu fursatdan foydalanib men barcha hamkasb dugonalarimni, o'rta tibbiyot xodimlari, shifokorlarni hammasini ana shu bayram munosabati bilan chin yurakdan muborakbod etmoqchiman. Ularga sihat salomatlik, oilaviy xotirjamlik, eng avvalo go'zallik, nafosat ularni hech qachon tark etmasligini xohlayman. Bayram hammamizga muborak bo'lsin. Hammani umri uzoq bo'lsin. Hamma kerak bo'lsa sog'lom turmush tarziga rioya qilsin. Jismoniy faol bo'lsin. Hech kim kasal bo'lmasin. Biz shifokorlar hamisha ularning yaxshi kunlarini ko'rib yurish nasib qilsin. Men Artikova Safiya Rahimovna tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli yuqumli kasalliklar kasalxonasida katta hamshira vazifasida ishlayman. Mana bugun 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan tibbiyot birlashmasida ishlaydigan barcha ayollarni, barcha xotin-qizlarni, opalarni, singillarni va ular orqali oila a'zolarini hammasini chin qalbimdan tabriklayman. Hammalaringizni mayki niyatlar bilan ro'za tutgan bo'lsalaringiz, niyatlaringizga erishinglar. Sizlarni ham Xudoyim to'la vaqt kelib, umra safarlariga borib, shu Ka'balarga qo'llaringizni qo'yib, niyatlaringizni aytish nasib qilsin. Bola chaqalarimiz sog' bo'lsin, mehrli, ilmli, bilimli bo'lib katta bo'lsin. Chiroyli kelinlar, chiroyli kuyovlar qilinglar. Hammalaringiz oilalaringizga tinch bo'linglar. Bu yil shu ham xuddi shuni ham tabriklab turaysizlar. Turib qarsak cholg'ildiringlar. 8-mart bayrami munosabati bilan tuman tibbiyot birlashmasida ishlaydigan barcha tibbiyot xodimlarini bayram munosabati bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Ularga sog'lik, salomatlik, ishlarida omadlar tilayman. Men Mahalla Mirzoyon oilaviy shifokorlik punkti bosh hamshirasi Dilmuroda Jamila Boymurodovna. Men yaqinlashib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan hamkasblarimni, barcha xotin-qizlarni o'z yaqinlarimni 8-mart bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Hammaga bayram muborak bo'lsin. 8-mart bayrami hammalarga qutlug' bo'lsin. Ro'za Ramazon oylari kim hammamiz ro'za tutganmiz, Allohning sabr bardosh bersin. Ana shunday chiroyli o'ynab kulib yurishda hammamizga nasib qilsin. Eng yomon kunlar ana shunday do'stlar davrasida o'tishini xohlayman. Ayol borki, olam gulxonadir. Ayol borki, erkak doim kuladir. Ayol borki, farzandlarimiz hamxonadir. Yashanglar, kulinglar, o'ynanglar. Ayol doim baxtli bo'lsa, xonadonimiz tinchdir. Hammalaringizni tabriklayman.